Bu videoda biz top 14 ta eng mashhur odamga yozib ko'ramiz. Qani bizga qanchasi javob qaytarar ekan? Bo'lmasa videoni boshladik. Birinchi bo'lib biz Naumoga yozib ko'ramiz. O'zgardim sal, hayot go'zal, shunda sana mozgina darpani bar, nishatsang ham bo'lmaydi kam, yaxshi yashashni. Bilasizlar, yaqinda yangi qo'shiq chiqarmoqchi edi. Qani undan so'rab ko'ramiz, qachon chiqadi. Ana yubordik do'stlar. Biz Naumoga yangi qo'shig'ingiz qachon chiqadi deb so'rab yozdik do'stlar. Qaniroq bo'lsa bir kundan keyin bizga javob qaytarar ekan. Ikkinchi yozadigan insonimiz bu Kamol Qahhorov. Kamol Qahhorovni bilasizlar, YouTube'da 1 milliondan ortiq obunachisi bor. Qani undan so'rab ko'ramiz, 2 million obunachiga yilni oxirigacha erisha olasizmi deb. Mana do'stlar, Kamol Qahhorovga ham yozib oldik. Endi uchinchi yozadigan insonimiz bu Rayhonmi. Qani Rayhonmiga qaysi rang yoqishini so'rab ko'ramiz do'stlar. Rayhonmiga ham yozib oldik do'stlar. Videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa videoni davom ettiramiz. Keyingi yozadigan insonimiz bu Skilluzubi, ya'ni Ibrohim. Qani undan so'rab ko'ramiz, qachon YouTube kanalingizga PUBG videolarini chiqara boshlaysiz deb. Bilasizlar, hozirda PUBG videolarini chiqarmay qo'ydi Skilluzubi. Buning ham sabablari bor. Sabablarini ham bilasizlar do'stlar. Qani undan so'rab ko'ramiz, qachondan PUBG videolarini chiqara boshlaysiz deb. Ana do'stlar, Skilluzubiga ham yozib oldik. Endi biz keyingi odamga yozamiz. Hozirgi yozadigan insonimiz bu Abduqodir Husanov. Bizga javob yozmasa ham mayli, yozib ko'ramiz do'stlar. Abduqodir Husanovga mana bunday deb yozamiz. Real bilan o'yinda Viniciusga nimalar qilib tashladingiz deb yozib ko'ramiz. What? Mana do'stlar, Abduqodir Husanovga ham yozib oldik. Endi biz keyingi odamga o'tamiz. Do'stlar, hozirgi yozadigan insonimiz bizga umuman 1000% javob bermaydi. Shunga qaramasdan yozib ko'ramiz. Bu inson Mr. Beast. Mr. Beastga O'zbekistonga qachon kelasiz deb yozib ko'ramiz. Albatta o'zbekcha yozib, buni inglizchaga o'tirib yozamiz. Balki o'zbekchani tushunmaydi. Mana do'stlar, Mr. Beastga ham yozib oldik. Endi biz keyingi insonga o'tamiz. Hozirgi yozadigan insonimiz bu ham qo'shiqchi, Naumoga o'xshagan. Bu qo'shiqchini hamma bilsa kerak, ya'ni Xorazmdan Aga. Ishlarni yuritamiz Nokia'da, bir kun uya boraman apat. Agaga Xorazmga qachon kelasiz va yangi qo'shiqlarni qachon chiqarasiz deb yozib ko'ramiz do'stlar. Mana do'stlar, Agaga ham yozib oldik. Endi biz keyingi insonga o'tamiz. Hozirgi yozadigan insonimiz bu Sardor Po'latov. Sardor Po'latovni bilasizlar, to'ylarni, xullas bayramlarni videoga olib, video qilib beradigan inson. Mobilografdek xullas. Shunga yozib ko'ramiz. Siz kichkinagina bayramlarni ham videoga olib bizga ishlab bera olasizmi deb yozib ko'ramiz. Qani bizga javob berarmikan?
Mana do'stlar, Sardor Po'latovga ham yozib oldik. Endi biz keyingi insonga o'tamiz. Hozir yozmoqchi bo'lgan odamimiz bu ko'pchilik tanisa kerak. Ya'ni butun O'zbekiston tanisa kerak bu odamni. Omonxon. Omonxonga mana bunday deb yozamiz. Ko'ringlar. Mana do'stlar, Omonxonga yozib oldik. Endi biz keyingi odamga o'tamiz. Hozir yozadigan insonimiz bu 712 xullas. Hozir yozadigan insonimiz bu 712 online. Unga bor yo'g'i salom deb yozib ko'ramiz do'stlar. Qani bizga javob qaytarar ekan. Salom. Mana do'stlar, endi biz hozir yozadigan insonimiz bu ko'pchilik tanisa kerak. O'zbekistondagi DLS o'ynovchilar ko'pincha taniydi bu odamni. Bu yozadigan insonimiz bu DLS Ismoilovga yozib ko'ramiz. Bilasizlar, DLSga yangi kartali futbolchilar kelmoqda. Videoda undan so'rab ko'ramiz, qachon kelishini do'stlar. Mana yozib ko'ramiz. Mana DLS Ismoilovga ham yozib oldik. Umid qilaman DLS Ismoilov menga javob qaytarishiga. Endi biz keyingi insonga o'tamiz. Eng oxirgi yozadigan insonimiz bu Cristiano Ronaldo. Bizga javob yozmaydi ham, o'qimaydi ham, shunda ham yozib ko'raveramiz. Balkim ko'rib qolar. Ronaldoga mana bunday deb yozamiz. Bilasizlar, yoz oyida o'yin bor Portugaliya bilan. O'zbekistonga gol ura olasizmi deb yozib ko'ramiz. Qani nima deb javob berar ekan? Voy, Ronaldoga yozib bo'lmas ekan do'stlar. Qani bitta videosiga yozib qo'yamiz unda. Videosiga. Mana bitta videosining tagiga, kommentariyaga yozib qo'ydik do'stlar. Balki ko'rib qolar. Kimlar menga javob yozganini rop qolsa bir kundan keyin aniqlaymiz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bu YouTube kanali yangi ochildi do'stlar. Shuning uchun darhol obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha. Jonga tegdi televizordagi har ikkinchi show.